Assalomu alaykum, o'rtoq baliqchilar, tuzumsizlar. Anchadan beri chat qilmadik. Keyin oxirgi paytda shu maslahatlashib shunaqa joyga keldi. Ko'pchiligi mana shu yem masalasida chatni qo'yamiz dedik. Sababi mana hozirgi paytda ko'pchilik bu sohaga qiziqib kirib kelganlar bor. Oldindan kuzatib kelayotganlar bor. Bu ijtimoiy tarmoqda uzatilayotgan narsalarni ko'rib, bizani hurmat qilib, biz bilan birga, bizani komanda bilan birga bo'lganinglar uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yil davomida o'zingizlarning ustingizda ishlayotgan paytingizda o'sha suvlarda qanaqadir bo'layotgan muammolar, o'sha baliqchilikda bo'layotgan qanaqadir muammolar, bugungi kunda o'sha savollarimizni o'rnini to'ldiradigan narsalarni biron bir baliqchilik jurnalimi, shunga o'xshagan narsani tutib, o'shanga bir yozib, muhrlab borsanglar, juda ham bir foydali bo'lgan bo'lardi. Biz ham o'zimizni bir qimmatli vaqtimizni bekorga ketkazmagan bo'lardik. Berayotgan o'gitlarimiz, berayotgan maslahatlarimiz egalariga to'g'ri yetib borgan bo'lardi degan maqsadda shu aniq yaxshi bir qizg'in bo'ladigan muhokamali savollar chiqqanda, shunaqa narsalar bo'lganda o'sha baliqchilik jurnalini tutib o'zingizlar uchun yozib borishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Rahmat. Endi bugungi chatni mavzusini shu yem masalasi bo'yicha qo'yamiz dedik. Yem bo'yicha men bitta tushuncha berib o'taman. Endi o'rtoq baliqchilar, yem masalasi deganda shunaqa narsani olaylikki, biz mana yem odam ham ovqat yeydi, hayvon ham, baliq ham, hamma narsa misol uchun yem yeydi. Bu yem yegandan keyin shunaqa holat borki, bu yemni tarkibi o'zi nima degan savol tug'iladi ko'pchilikda. Oxirgi paytlar mana bizda har xil chet eldan keladigan yemlar misol uchun o'ylantiradi. Bu yemda ishlagan unda zo'r ekan, bu yemda ishlagan bunda zo'r ekan. O'zi aslida bu yemda ishlaganda u zo'r, bu zo'r degani emas. Bu hammasi baliqchilarning tajribasiga, o'zini ustida ishlayotganiga, o'zini ustidagi amaliyotiga bog'liq. Lekin bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan muammo bor. Bu narsani hammasini chetga surib qo'yishimiz kerak. Biz o'zimizni ustimizda ishlashga majburmiz. Sababi baliq suvda boqiladi. Bugungi kunda bizda suv masalasi ozgina muammo bo'lib qolyapti. Bu suv masalasi muammo bo'lgandan keyin bir xil ko'llarga keraklicha suv kira olmay qolyapti. Bir xil ko'llarda kimlardir noto'g'ri ishlaganini hisobiga bu o'zini ko'lini suvini rasvo qilib qo'ygandan keyin, keragidan ko'p oziqa berib qo'ygandan keyin yoki kimyoviy tarkibni keragidan ko'p ishlatib qo'ygandan keyin u ko'lini suvini tozalash uchun uni muhitini to'g'irlashga emas, u suvni chiqarib yorib, yangi suv quyishga odatlanib qolishdi ko'pchilik. U suvni chiqarib yorgan paytingizda o'sha noto'g'ri ishlab qo'yib, suvni buzib qo'yib chiqarib yorganingizda shu narsaga e'tibor beringlar, qaysidir baliqchilarga zararlar tegishi mumkin. U kanalga chiqadimi, daryoga chiqadimi, O'zbekistonning o'sha irrigatsiya tizimida joydan suv oqib kelayotgan bo'lsa, tog'lardan tushib, o'sha Qoraqalpog'istonga yetib borguncha yoki Navoiyga yoki bu tomoni misol uchun oxiri Jizzax tomon bo'ladigan bo'lsa, yetib borguncha shu holatda bu suv qayerdadir yo'qolib ketmaydi. Undan keyin yangi istochnik bilan kelmaydi. Bu tabiatdan oqib keladi. Biz ko'llarda baliq boqqandan keyin uni oqizib yoramiz. Menimcha bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. O'zimizni ustimizda ishlashga, suvni isrof qilmaslikka. Oxirgi paytlar mana yog'ingarchiliklar kam bo'lyapti. Davlatimizda misol uchun har xil tashkilotlar tomonidan juda ham ko'p tushuntirishga harakat qilishyapti. Iloji bo'lsa, bular bilan ham bir hamnafas bo'lgan holda shu narsalarni oldini olib, ko'llarning suvini kirqib qo'ymasdan toza ishlasak, baliqlarimiz ham kasal bo'lmaydi. Yem masalasiga keladigan bo'lsa, yana o'sha o'zimizning mavzumizdan uzoqlashmaymiz. Suv muhim bo'lganligi uchun aytib o'tib ketdik suvni. Har bitta yemni proporsiyasi yoki buni analogi, bu yemni qanaqa qilib yig'ish deganda bizda boshlanadi. Misol uchun har bitta odamning ovqatida ham, hayvonning ovqatida ham qo'shiladigan narsada un yoki bug'doy yoki muchka, kepek shunaqa narsa deb oladigan bo'lsak, misol uchun o'sha narsa nechidir foiz miqdorda qo'shiladi bunga. Undan keyin yana qo'shimchalar qo'shib boriladi. Mana oxirgi paytlar xabaringlar bor. Boshqa davlatlardan bizga baliq yemlari juda ko'p miqdorda O'zbekistonga kelyapti. Juda ko'p miqdorda O'zbekistonga kelayotgan yem, O'zbekiston deganda biz bitta dunyoni yoki O'rta Osiyodagi qaysidir bitta qit'ani o'zimizga qaratib qo'yishimiz kerak emas-da yem masalasida. Bu masalani nimaga aytdim? Ko'pchilikga tushunarsiz bo'lib tuyulgan bo'lishi mumkin. 30 protein, 35 protein, 40 protein degan misol uchun yemlar kelyapti bizga. O'sha yemlarda yemchiga misol uchun savol beradigan bo'lsanglar, necha foiz buning ichida baliq uni bor desa, eng kamida 30% gapirishyapti. Mayli shu 30% deylik, 50% deyotganlar bor, 60% deyotganlar bor. 30% deb oladigan bo'lsa ham, misol uchun O'zbekistonda yiliga
necha ming tonna yem ishlatiladi. Men sifralarga to'xtab o'tmoqchi emasman. O'sha yemni 3dan 1ni baliq uni deb olinglar. Keyin u baliq uni holatga kelish uchun yana shuni 3 ga ko'paytiringlar. O'zi O'zbekistonni ulushi uchun shuncha baliq uni yetkazib berishi o'zi imkoniyati bormi degan savol o'zi ochiq qolib ketib qoladi. Undan tashqari mana qimmat yemlar bor-da. 1 kilosi misol uchun 20 ming so'm turadi yoki 25 ming so'm turadi, 22 ming so'm turadi, 30 ming so'm turadigan yemlar bor. Mana bu yemlarda misol uchun 30%, 40% baliq ulushi bo'lishi mumkin. Shunaqa sifatli yem bergan paytda zimovga kirganda baliqda bir kasal bo'lmasdan, yara toshmasdan o'zini xususiyatini yo'qotib qo'ymasligi mumkin. Lekin biz bugungi kunda baliq uni deganda mana O'zbekistonda nechta parrandachilik bo'ladigan bo'lsa, nechta misol uchun o'sha tovuqdan chiqayotgan отходmi, moldan chiqayotgan отходmi, mesokosniy mukami boshqa bormi? Bor yo'g'i ikkita potrebitel bor. Bittasi baliqchilar, ikkinchisi parranda boqadiganlar. Undan boshqalari bilan hali ro'para kelmadim yoki ishim tushmadim, molga bitta ham tana olib yedirayotganini eshitmadim. Da patunini olib molga qo'shib yedirishgan, proteinni ko'tarishga, ovqat yaxshi hazm bo'lsin deb. Lekin shu O'zbekistonda qancha chiqayotgan suvi bormi, tovuqni so'yilgandan keyin chiqayotgan pati bormi, qoni bormi, kalla oyog'i bormi, aynib qolgan go'shtlar bormi, отход bormi, hammasi ribniy muka deb aytiladi yoki mesokosniy muka deb aytiladi. Bu narsa biron bir tashkilot, xo'jalik yoki ishlab chiqaruvchilarning qo'liga borgandan keyin nimagadir ribniy mukaga aylanib qoladi bu yoki ribniy muka deb yorishadi bu narsani. Da kimdir negativ fikr bildirayotgan bo'lishi mumkin. Bunga to'xtalib o'tayotganim sababiki, biz har doim misol uchun ijtimoiy tarmoqda misol uchun ChatGPT bo'ladimi, hozir ko'pchilik qiziqib ketgan shu narsaga. Keyin misol uchun o'sha Google da yozilgan har xil o'sha xaritalar, bizga berilgan baliqchilik dasturlarini olib o'qilgan bo'lsa, suvni mamlaqa haroratida, mamlaqa ovqatdan mamnuncha foizda bersa bo'ladi degan javob chiqib keladi-da. Mana butun dunyo reytingida berilgan javob ekan bu deb o'sha narsani olib ham biz ishlatib qo'yapmiz-da bugun, lekin uni ichini tekshirib chiqmayapmiz. Uni ichini tekshirib chiqmaganimiz uchun, misol uchun baliq uni bo'ladigan bo'lsa, 4 soatdan 8 soatgacha u hazm bo'lib so'riladigan bo'lsa, baliq unining o'rniga suvey uni bo'ladigan bo'lsa, suvey uni misol uchun 8 soatdan 16 soatgacha so'rilib ketadi. Agar uni ichida pat uni bo'ladigan bo'lsa, misol uchun suveydan ham bir qattiqroq yoki tirnoq, shox shunga o'xshagan narsadan olingan bo'ladigan bo'lsa, u 12 soatdan 36 soatgacha hazm bo'ladi. Suvning haroratini qanaqaligiga qarab. Agar u ham mikron darajada maydalangan bo'lsa, ana undan keyin bu yemlar biza kuzgi kunida misol uchun baliqqa oziqani beryapmiz. Keragidan ko'p oziqa berib qo'yganimiz hisobiga bizga misol uchun 30 yoki 32, 35 protein, 28 protein deb bersa, o'sha qo'lyozmasida yozib qo'ygan mamnuncha proteini bor desa, uni birontamiz olib borib tekshirtirib ko'rgan taqdirimizda ichida pat uni bilan suvey uni borligini hisobiga o'sha proteinni ko'rsatib berishi mumkin. Lekin uni usvaymizda baliqga so'rilib ketishi, baliqqa foydali tomoni bormi degan savol ochiq qolib ketib qoladi har doim. Bu narsaga nimaga to'xtalib o'tyapmiz? Bu men ming bor uzr so'rab aytaman, bu yem ishlab chiqaruvchilardan, boshqalardan bu sizlar bilan bir raqobat bo'lib, unaqa ma'noda aytilayotgan narsa emas. Bu xalqni boshiga kelgan narsa, bu baliqchilarni boqayotgan balig'i, buni ketdan bular zarar ko'rgandan keyin biz juda ham ko'p investorlarni yo'qotib qo'yganmiz. Juda ham ko'p misol uchun o'ziga to'q odamlar bor, men shu sohani moliyaviy tomondan rag'batlantirgan bo'lardim deyapti. 1 yil 2 yil ishlagandan keyin zarar ko'rib, bankrot bo'lib, bo'lmaydigan narsa ekanini chiqib ketishyapti. Agar biz to'g'ri ishlasak, o'sha mayli yemda misol uchun talab bo'lsa ham zo'r yem chiqarib berib, uni reklama qilib sotgandan ko'ra 5 yilga undan ko'ra o'chirtga odam qo'yib qo'ysak, mana yemim 5 yilga уже period sotilgan. Ortiqcha yem sota olmaymiz, uni reklama ham qila olmaymiz deb beriladigan bo'lsa, balkim shunaqa xo'jaliklar, shunaqa tashkilotlar hamkorlik qilganlik hisobiga rivojlanib ketgan bo'lardi. Lekin bizda bugungi kunda afsuski buni tekshirishi, biron bir olayotgan yemlarni bir-biriga solishtirib ko'rish imkoniyati bo'lmaganligi uchun ko'pchilikning iltimosdan chiqib kelib yemga to'xtadik. Yemga to'xtaganimizning asosiy sababidan biri oxirgi shu 5 yil, 6 yil ichida baliqlar ko'p kasal bo'ldi. Endi ko'pchilikda hozir savol tayyorlab turgan bo'lishi mumkin, baliqlar oxirgi paytda nimaga ko'p kasal bo'ldi? Ko'p kasal bo'layotganining sababi sizlar 16 gradusga tushgandan keyin baliqqa ovqat berib qo'yasizlar kuzgi kunida. Chavoqlarni ham keragidan ko'p oziqlantirib qo'yasizlar. Bu importning ko'rimlar bilan. Importning ko'rim deganda o'sha odam qo'li bilan yaratilayotgan yemlar, o'sha ribniy muka, piriniy muka, kosniy muka, har xil narsalar, tam soyeviy shirot, yana bir narsa, pista shirot qo'shib tayyorlangan yem yedirib qo'yasizlar.
aslida chavoq baliqlarni o'zi tabiiy narsa bilan zimovkaga olib kirib ketish kerak. Chunki uni go'shtini iste'mol qilmaymiz. Ozgina yog'li bo'lib qolsa zimovkadan zo'r chiqadi, muammo emas. Shu narsalarni, oziqalarni noto'g'ri ishlatganimiz hisobiga bugun zimovkadan chiqayotganda baliqlarda kasallanish, o'sha bizni ribniy muka deb o'ylab 30 protein yemli deb o'ylab berayotgan yemlarimizni 100% hazm bo'lmasdan 50% yoki 40% yoki 60-70% hazm bo'lib 20-30% hazm bo'lmasdan fekalniy отход hisobiga chiqib ketganini hisobiga, o'sha axlat bo'lib chiqib ketib ko'lda qolib ketganini hisobiga bu kam miqdordan yig'ilib undan keyin qishga kirgan paytda xuddi konserva bo'lib o'zidan har xil bakteriyalarni chiqarib, har xil o'sha kerak emas hasharotlar, shunaqa narsalar bu yerda rivojlanib, baliqlarimizga kasallik yuqyapti. Undan tashqari, kuzda shu balig'imiz zimovkaga kirayotgan paytda o'ziga kuzgi asosiy yemlar bo'ladi. O'sha baliq uni, keyin yog'dorlik miqdori ulushi ozgina balandroq bo'lgan shunaqa yemlar bo'ladi. O'shanaqa yemlar bilan oziqlantirib qishga olib kirib ketiladigan bo'lsa baliq, bu aslida o'zi bunaqa muammolar, balig'i jigari ketib qolishi, balig'i jigari ketib qolgandan keyin pigmentatsiya berib, ustida har xil dog'-dog'ga o'xshagan yaralar, undan keyin o'zini harakatini sekinlashtirib qo'yib, suv ustiga chiqib quyosh qizib ketib qolsa, o'zi qanaqa rivojlansa, quyosh qizdirganning hisobiga u ham xuddi shunaqa rivojlanishi, bu narsani, kasalliklarni. Bu hammasi mana hozir bahor keldi, o'zini ko'rsatadi. Sababi baliq uyg'ondi, tabiat uyg'ondi. Bu hammasi uyg'ongandan keyin kasallik ham rivojlanib ketaveradi, baliq ham uyg'onib ketaveradi, ko'llarda sitenilar ham ko'tarilaveradi. Mana shu paytda ko'pchilikda suvini harorati misol uchun ozgina pastroq bo'lsa, nima dori qilishim kerak, qanaqa chora ko'rishim kerak, nima dori bersam mani balig'im tuzaladi degan savol ko'p qo'yilyapti. Aqlimiz yetgancha, qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qildik, lekin suvni tozalash, birinchi muhit suvni tozalash. Suv toza bo'lsa, suvning muhiti yaxshi bo'lsa, baliq kasal bo'lmaydi degan masalani ko'p ko'tardik. Lekin oxirgi paytlar shu Xitoy tomonidan, har xil davlatlar tomonidan nima desam bo'ladi, qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ko'payib ketib qoldi. Tarjimasi yo'q, boshqasi yo'q, har xil mana bu dorini bersa tuzalar ekan, mana bu dorini bersa tuzalar ekan degan har xil takliflar bo'lyapti, fikrlar bo'lyapti. Endi bilmadim-ku, men agarda so'q suvda bunaqa dorilar bilan tuzalib ketadigan bo'lsa, baliq boshqa bo'ladigan bo'lsa, menimcha bular so'q suvda buni boqish ham imkoniyatini topishgan bo'lsa kerak. Uzr, mavzudan uzoqlashmaymiz. O'shaning uchun yem masalasi o'zi основной yem o'sha tarkibi unli, bug'doyli, kepeli, jo'xori yoki arpa shunga o'xshagan narsalardan iborat bo'ladigan bo'lsa, o'shani hazm bo'lish vaqti, boshqasini hisob-kitobini qilib, suvni haroratlaridan chiqib kelib, o'sha beriladigan baliqqa ovqatini foizlarini to'g'irlab boqadigan bo'lsak, bizda o'zi aslida unaqa muammo bo'lishi kerak emas. O'shaning uchun sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lardik. Mana kim bilan ishlagan taqdirida shu olayotgan yeminglarni javobgarligi bormi degan masalani oldinga qo'yishga harakat qilish kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan bu masalani qo'ygan taqdirda biz o'zimiz noto'g'ri ishlayotganimiz hisobiga bizda bugungi kunda shunaqa muammo chiqib kelyaptiki, suvlarimizda muammo ko'pda, yemchilarga ayb adar qo'yganmiz. Falon yemda boquvdim, meni balig'im o'xshamadi, dabdala bo'ldi, desa kimdir chiqib meni balig'im zo'r bo'ldi bu yemda desa, kimdir meni balig'im bu yemda o'xshamadi deyapti. Kimdadir karmiy koeffitsient ko'tarilib ketyapti, kimdadir misol uchun rentabilniy chiqyapti. Bu nimadan? Buni birinchi bo'lib biz suvni muhitini bog'lashimiz kerak. Agar kimdir suvi kislorodniy голодание bo'lmagan, o'sha chuqurligi, fitoplanktonlari, balig'ining soni, o'sha reglament bo'yicha hammasi hisob-kitob qilib yaxshi solingan bo'lsa, o'sha ko'llarda agar muammo bo'lib chiqqan bo'lsa, undan keyin o'ylab ko'rish kerak. Ikkinchi masala, mana kimdir biron bir yemda kimdir balig'i o'xshadi, kimdir balig'i o'xshamadi. Yoki yozgi vaqtini o'zida kimdir o'xshamayapti shu yemda. Mana shu yem gruppalarida o'zim ham ko'p kuzatganman. O'zim ham bir ikkita gruppada blokka tiqib qo'yishgan, to'g'ri narsani gapirganimizga. U narsadan xafa bo'lmaymiz. Naborot yaxshilikka bo'lgan deymiz. Bu narsani o'zimizning ustimizda ishlashga sabab bo'ldi. Mana bitta yemda, misol uchun bitta yem ishlab chiqaruvchi yoki bitta yem dilleri kimgadir berdi, o'sha joyda baliq o'xshamadi. Yoki zamor bo'ldi, yoki o'lib ketdi, nimadir muammo bo'ldi. O'sha narsani ijtimoiy tarmoqqa olib chiqish kerak. Zo'r bo'layotgani emas. Uni yutug'i shunaqa narsaki, men baliqchiman, men faqat yemchini emas, o'zim bitta yemchini tanisam, 10 ta baliqchini taniyman baliqchi hisobda. O'sha 10 ta baliqchining ichidan bitta qaysi biridir shu yemda boqayotgan bo'lsa, zo'r bo'layotgan bo'lsa, yo ulpachilik qilamiz yoki telefonda gaplashib turamiz.
mana shu yemda men boqyapman, balig'im zo'r bo'lyapti, mana shu yem zo'r ekan deb aytsa, misol uchun u reklamasi kerak emas, bir-birimiz bilan bog'lanib o'sha yemni topib olib, o'sha odamga chiqib yemni sotaveramiz. Lekin bizning yemchilar shunaqa xatoni qilishyaptiki, yemchilardan uzr so'rayman, iltimos qilgan bo'lardim. Shaxsan o'zimni, bizning jamoani, baliqchilarning nomidan aynan muammolarni olib chiqsanglar, o'sha qayerdadir zamur bo'lib qolsa, qayerdadir yaxshi o'smasa, o'shandan o'rganishga harakat qilsa boshqa baliqchilar, yutuqlar u har doim baliqchini sizlarning yutug'inglar bo'lib qolaveradi. Sababiki mahsulotinglar sifatli bo'lgandan keyin uni hech qachon reklamaga muhtoj bo'lmaydi. U narsa sotilib ketaveradi, o'chirt bo'lib ketaveradi. Kerak bo'lsa, bitta baliqchi undan zo'r baraka topadigan bo'lsa, 10 gektar ko'li bo'lsa, 20 gektar qiladi uni. Lekin muammoli jihatlari olib chiqiladigan bo'lsa, qaysidir baliqchiga yordam berib qolgan bo'lardik biz, ularni saqlab qolgan bo'lardik. Qaysidir muammolardan. Muammoli tomoni olib chiqiladigan bo'lsa, o'sha joyda yaqqol ko'rinardi. O'sha masalasi ko'rib chiqilsa, bu suvdan muammo bo'ldimi yoki ribovoda nimadir noto'g'ri qilib qo'ydimi? Mana shu masalalarni olib chiqsak, boshqalar ham balkim shu xatolarni qilmaslikka harakat qilardi. Eng ko'p narsani bekitamiz mana, kimdir 10 gektar ko'l qilib qo'yganda, soatiga misol uchun 100 litr suv kirayotgan bo'lsa, kimdir 10 gektar ko'l qilib qo'yganda soatiga 1 litr ham suv kirmaydi. Lekin ikkalovi bitta odamdan yem olib boqyapti, bittasiniki o'xshab, bittasiniki o'xshamasa, o'xshamaganlikini muammosini olib chiqmayapti. Mana buni balig'i o'xshamadi, bizdan oluvdi. O'xshata olmaganligi uchun bunga boshqa biz yem sotmaymiz. Sababi bunga yem sotganimiz hisobiga bu bizning yem reytingini tushiryapti. Bizga bunaqa xaridor kerak emas. Men hech qachon reklama qilmaganman, senga yem taklif qilmaganman. O'zing ustingda ishla, suvingni to'g'irlab ol, balig'ingni o'rganib ol, o'zi nima boqayotganingni bil, buni sonini bil. O'shanga qarab yemingni sotib olganda, qaysi yemda boqishingdan qat'iy nazar, agar suvingni muhiti zo'r bo'ladigan bo'lsa, baliq boqadigan ribovoding normalniy bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bundan 10 yil, 15 yil oldin O'zbekistonda o'sha baliqchilikning ulushi o'zini joyida bo'lgan. Bozorlarimizda o'sha sazan, talstalob, amur, ilon baliq, nima baliq bo'lsa hammasi bo'lgan. Lekin u paytda hozirgidek mahalliy ishlab chiqarish, tashqaridan keladigan narsalar bo'lmagan. Oddiy mel kombinatlarga borib, balig'imga ribniy muka qo'shilgan yoki balig'i yog'i qo'shilgan yem chiqarib bergan baliq boqaman desa, zakaz berilardi. O'shalar baliqga ozgina proteinni balandroq qilib, kunjarani ozgina ko'proq qo'shib, baliqqa bir kunda bir marta yoki 2 marta ovqat berilgan hisobiga hazm bo'lishini boshqasini hisob-kitob qilib, yem ishlab chiqarib berilardi. U alohida baliq yemi ishlab chiqaradigan biron bir zavod, fabrikalar bo'lmagan, o'sha обычный qoramollarga chiqadigan zavodda shu narsani ishlab chiqarib yetkazib berilgan biron bir ribxozlarga, katta rib zavodlarga. Bu narsani nimaga aytyapmiz? Biz mana bugungi kunda baliqchilarimiz ichida oddiy bug'doy bilan boqib zo'r natija olayotgan odamlar bor. Oddiy arpa bilan boqib zo'r natija olayotganlar bor. Yoki o'sha yovvoyi usulda ko'lga yaxshi sivteni chiqarib, ko'l ichidagi o'sha zooplankton, dafniya shunaqa narsalar bilan balig'ini misol uchun sonini kamroq solib katta qilayotganlar bor. Talstalobda ham xuddi shunaqa misol uchun, kimnidir misol uchun ko'liga очистной сооружениялар deymiz biz, misol uchun shaharda o'sha irrigatsiya tizimi bor, o'sha kanalizatsiyani suvlari tushadi. U tozalangandan keyin, cho'kinlarini olgandan keyin biron bir kanalga oqizadi. O'sha kanaldan kimnidir ko'liga kiradigan bo'lsa, o'sha oqaysini vaqtida sepib tursa yoki amofos bermasa ham sviteni zo'r chiqib tasdiqlab o'sib ketaveradi. Kimdandir ko'lida misol uchun daryodan suv keladi, prozrachniy, toza, chiroyli suv keladi. O'sha suvda suv kirib kelgan hisobiga qancha amofos sepsa ham yoki qancha dori berishga harakat qilsa ham tasdiqlab bunaqa katta bo'lmaydi. Chunki yerda organika yetishmayapti. Bu fekalniy отходlar tushadigan odamlar mol-pol boqqandan keyin hozir ko'pchilik Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib ketgan, shu go'mponini hammasini olib chiqib kanallarga olib chiqib adarib boradi. Dalalarga solishayotgani yo'q, yig'ishayotgani yo'q. O'sha narsalar ham suvda o'zidan sviteni chiqarganning hisobiga biron bir ko'lga yetib borib kirgandan keyin o'zini kuchini ko'rsatyapti. O'shaning hisobiga maydaroq baliq solsa ham, bizani o'zimizning ko'limizni oldidan pastga qarab oladigan bo'lsa, shu qo'rg'onchiga qarab pastga qarab tushadigan bo'lsa, yangi yo'l tomonlarga boshqaga hammasini tasdiqlab zo'r bo'ladi. Nimani hisobiga? Chunki bularning kanaldan oqayotgan suv toza suv emas. O'shaning hisobiga bu organika bor. Sviteni yaxshi chiqadi, ko'lli suvni kirg'izsa ham sviteni chiqib ketaveradi, normalniy bo'ladi. Filtratsiya kuchayib ketgandan keyin o'sha sviteniga ishlash qiyin bo'ladi. Bu narsaga nimaga to'xtalib o'tdik? To'xtalib o'tgan sababi baliq oziqasi ham xuddi shunaqa. Misol uchun oziqani beraveramiz, keragidan ko'payib ketib qoladi. U narsa yig'ilib ketgandan keyin tegida o'sha hazm bo'lmagan narsalar qatgadir borib kuchini ko'rsatadi. O'sha tozalab oqizib yuborilgan kanallardagi suv ko'limizga kirgandan keyin kuchini ko'rsatib, bizani tasdiqlabimizni katta qilayotgan bo'lsa, biza balig'imiz yeyapti deb keragidan ko'p ovqat berib qo'yganimizdan keyin bu narsa ertaga yig'ilib kislorodga sherik bo'lib, ko'lda zamor holatini olib kelib, bizani balig'imizni kasal qilib qo'yishi mumkin, nobud qilib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun yem masalasiga
to'xtab o'tganimizda yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman men. Aynan qaysi yemni tanlashinglar muhim emas. Baliqchilikda o'zingizlarning qilayotgan ishingizga ishonchingizlarning komil bo'lishi, ijtimoiy tarmoqda aylanayotgan intensiv, super intensiv degan narsalarga kimdandir ko'rib olib, kecha baliqchi bo'lib qolib, men shu narsani eplay olaman, qilaman deb orqasidan yugurmaslik. Undan keyin balig'i iloji boricha kamroq solib ko'lga, o'sha muhitni o'rganib, qaysi vaqtida suvdan muammo bo'ladi, qaysi vaqtda muammo bo'lmaydi, qaysi baliq yaxshi o'syapti bu yerda, qaysi baliq yaxshi o'smayapti. O'shalarning hammasini ulushini hisob-kitob qilib, o'zingizlarning ustingizda ishlab, undan keyingi rejaga kelsanglar qulayroq bo'ladi. Oldingi yil bir ikkita joyda savol-javob bo'lganda eksperiment qilib ko'rdik biz o'zimizni. Talstalopni bitta ko'lda 100 gramligini soldirdik, 300 gramini soldirdik, 700 gramligini soldirdik bitta ko'lga. 1000 dona baliq tushish kerak bo'lsa, o'sha joyga 5000 ta baliq tushish kerak edi. O'sha 5000 ta baliqda 3 xil razmer baliq soldik. Sonini, o'sha solish kerak bo'lgan sonini soldik, faqat razmerida 3 xil razmer baliq soldik. Kuzgi kunida ko'targanda 100 gramlik baliq nechidir gramga yetdi, 300 gramlik baliq nechidir gramga yetdi, 700 gramlik baliq nechidir gramga yetdi-da. Undan keyin baliqchi o'ziga shunaqa xulosa qilib oldiki, men 3 yillik amaliyotimni yengib o'tibman. Sababi tastalopga yiriroq solsam, oktyabr, noyabr poylab o'tirmas ekanman, avgust, sentyabr oyida sotib olib, bemalol ko'lga dam berar ekanman degan fikrga keldi. O'shanga bu holatda shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Sifatli narsa olishimiz kerak. Kamroq bo'lsa ham o'sha bilan to'g'ri ishlashga harakat qilishimiz kerak. Oziqani to'g'ri taqsimlashni o'rganishimiz kerak. Suvlarning kislorodi, suvni rangi, xira emasligi hammasini o'rganib, bir chekkadan o'zimizni kamchiliklarimizni yengib ko'tarib boradigan bo'lsa, yem juda ham muhim bo'lmay qoladi bu yerda. Bu baliqchining muammosi faqat yem degani emas. Nima bilan boqishlikdan qat'iy nazar, xohlagan narsalar bilan boqsanglar yem baliq katta bo'lib ketaveradi. Mana o'zingizlar bilasizlar, buni oyi yeti bilan yop bo'lmaydi, bu haqiqat. Biron bir yemxonaga chiqib, oddiy mana kepakdan boshlaydigan bo'lsak, biza ko'pchilikni qiziqtirayotgan mavzu bugungi kunda kepakni kompot qilingani bor, bilasizlar. Ichiga sholi kepakni maydalab drabilkalari bor, qo'shiladi. Arpadanmi yoki nimadandir chiqqan, keyin mana qirinda apilkalarni ham ichiga qo'shib, xullas uni kilosini ko'paytirishyapti. Molla yegandan keyin yo ichi ketadi, yoki yoqmaydi, yoki ishtahasi bo'lmaydi. Haqiqiy kepak bo'ladigan bo'lsa, bitta o'tgandan keyin qo'l bilan bundoq issa u dag'al bo'lmaydi, mayin bo'ladi. Keyin suvning tepasida suz yurmaydi, cho'kib ketadi hammasi. Keyin hidi ham bir boshqacha chiqadi, mayda ko'pirib bir shirasi chiqib turadi. Lekin kompot qilingan bo'lsa, bu nimalardir aralashtirilgan bo'lsa, boshqacharoq bo'lib chiqadi. O'shaning uchun oddiy misol uchun kepakda o'sha ichiga nimalardir qo'shib yasaganda odam kepakni aralashtirib qo'ygandan keyin bila olmaymiz. Bu ishlab chiqaruvchilar tomonidan berilayotgan yemni ichida nima borligini bilmay qolishimiz katta ehtimol bilan hech gap emas. O'shaning uchun iloji boricha o'zingizlarning ustingizda ishlab, oddiy ko'chalarning boshida biron bir yemxona bo'ladigan bo'lsa yoki misol uchun Toshkentda juda ham un zavodlar ko'p, bilasizlar. Ko'pchilikning imkoniyati bor. 2 ta, 3 ta yoki 4 ta baliqcha birlashtirib, bitta granulyator, bitta mishalka, bitta ishchi olib, shuni tushunadigan, elektr energiyasi bor joy bitta ham xo'jaligiga tushirib turib, biron bir joydan kepak granullarni olib kelib turib, proteinini ozgina ko'tarmoqchi bo'lsanglar, o'sha hamma yemchilar chiqarayotganga o'xshab, ozgina suvey uni yoki pat uni ichiga qo'shib, ribni deb sotishadi, ular sizlarga yoki mesekoski deb sotishadi. O'shandan misol uchun qanaqadir foizda qo'shib, ikkalovini mishalkada aralashtirib, hazm bo'lishini tezlashtirishga ozgina o'sha premixlar bor, o'sha jo'jalarni boqqanda bilasizlar, ovqatiga premix qo'shib beradi, ichi ketib qolmasligi uchun, ovqati yaxshi hazm bo'lishi uchun. O'shanaqa narsani qanaqadir foizda qo'shib, bu narsani aralashtirib, suvinglarni chuchuv sho'rligidan chiqib kelib, ozgina tuz solib, buni aralashtirib, granulyatordan chiqarib, yem qilib beradigan bo'lsanglar, balig'inglar razmeriga qarab, hech qachon aldanmagan bo'lasizlar, foizni ham to'g'rilab olgan bo'lasizlar, o'zingizlar xohlayotgan boyiga xohlagan proteinlarni chiqarib olgan bo'lasizlar. Agar misol uchun pat unini misol uchun biz 65-70 protein deb oladigan bo'lsak, sizlarga misol uchun 30 proteinli yem kerak bo'ladigan bo'lsa, 30% yoki 35% o'sha pirini muka, hozirgi kunda bizda ribni muka deb aytiladigan. Juda ham rangi qorayib, kuyib ketmagan, sariroq bo'lib turganini olinglar, iloji bo'lsa, shundan bir 30% qo'shib, qolgan 70% ga kepak qo'shib, agar kepakdan ko'nglinglar to'lmaydigan bo'lsa, bir 30% ga bug'doy bilan misol uchun jo'xorini misol uchun maydalanganini ichiga qo'shib olsa bo'ladi. Maydaroq qilib, iloji boricha drabilkadan maydaroq chiqarilsa, doni sezilmaydigan bo'lib tursa, baliqqa hazm bo'lishiga qulayroq bo'ladi, yem effektivliroq bo'ladi. Bu
oson narsa, bir qiyin narsa emas. Bu juda ham bir bosh qotirib o'zini qiynaydigan joyi ham yo'q bu narsani. O'sha narsaga e'tibor beriladigan bo'lsa, yemgi masalasini ancha yechgan bo'lamiz. Sizlarga ham yordamimiz teggan bo'lardi deb hisoblaymiz. Tashqaridan yemlarni keladigan ulushi bunaqa kamaveradigan bo'lsa, bugungi kunda mana ishlab chiqaruvchilar tomonidan bitta, ikkita, uchta zavod qilib уже kelishib yem ishlab chiqarib berilayotgan bo'lsa, bu avtomatski bizda tovuq boqish ko'payayotgani yo'q. Tovuqchilar ham qiynalib yuribdi, o'zi zararda. Hozirgi paytlar go'sht mahsulotlari misol uchun Belorussiya, Ukraina, bu yog'i Qozog'iston har xil davlatdan kelayotgani hisobiga mol ham oldingidagi ko'p so'yilmayapti. Undan chiqayotgan ziboylardan chiqadigan отходlar bizda o'sha ribniy muka shunaqa narsa qilinardi. U narsani ham ulushi bugungi kunga sezilarli darajada kamaygan. Tovuq ham oldin misol uchun juda ham ko'p so'ylarda broiler, undan chiqayotgan отходlar ribniy muka shunaqa narsa qilinardi. Bugungi kunda buni ulushi ham ancha kamaygan. Chunki go'sht yoki kalbasaga ishlatiladigan o'sha tovuqning go'shti ham tashqaridan kelyapti plitka hisobda. Bu avtomatski bizda eng dabdala musor narsani bizga aldab sotishga kimdir ertaga majbur bo'lib qolishi mumkin. Shu narsalarga aldanmaslik uchun, shu narsalarning oldini olish uchun biz baliqchi bo'lganimiz uchun baliqchilarga jon kuydirib bu chatni qildik. Kimlargadir yoqmagan bo'lsa uzr so'raymiz. O'zimizni ustimizda ishlaylik. Chatlarga vaqtimizni ketkazyapmiz, shu biznesga vaqtimizni ketkazyapmiz. Shu biznesda o'zimizni yo'limizni topishga harakat qilaylik. E'tibor uchun kattakon rahmat. Hammanglarga nimadir tushunmagan joyi bo'lsa, savol-javob qismida davom ettiramiz buni. Qanaqadir savollarga biz javob berishga tayyormiz. Sizlar bilan yana bir marta chatda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Videoli holatini xudo xolasa alohida chiqarib beramiz. Misol uchun hozir ko'pchilikda savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Lichkada ham yozishibdi, ko'rib chiqdik. Hozir iloji bo'lsa yem ratsioni bo'yicha ham to'xtab o'tsangiz, biz kutuvdik yem masalasi bo'lganiga, bu yil qiynalayotganimizga degan savol bo'lgan ekan. Oddiy misol uchun 100 kilo yem tayyorlash deb oladigan bo'lsa, osonroq tushuntiradigan bo'lsa yoki 10 kilo yem deb oladigan bo'lsa, mana bizda 10 kilo yem. Bundan ayiramiz. O'sha ribniy muka deymiz bugungi kunda, o'sha piriniy muka proteini baland bo'lganligi uchun hazm bo'lishga yordam beradi. Buni 30%, 3 kilo deb olamiz. Bundan ayiramiz. Bizda 7 kilo qolib ketyapti. O'sha 7 kilo qolib ketganini, misol uchun 4 kilosini kepek bilan to'ldiramiz. 3 kilo qolyapti bizda. Endi bu 3 kilo qolayotganiga biza donli mahsulot. Agar misol uchun balu zo'r o'ssin, karboy koeffitsiyenti balandroq chiqsin, kamroq ovqat bersam ham ko'proq effekt olaman degan kimdadir fikr bo'ladigan bo'lsa, mana shu 30% ni sizlar misol uchun so'yviy shirotga, misol uchun buni bo'lib misol uchun 2 ga 1.5 bo'ladigan bo'lsa, 2 ga bo'lganimizda 10 kilodan bo'lyapti bu. 1,5 kilosi misol uchun soya bo'ladigan bo'lsa, bu yerga mana yana 1,5 kilo qolayotgani, qolgan 1,5 kilo qolayotganiga jo'xorini maydalanganini qo'shsa bo'ladi. Misol uchun Makka deb yozaylik, mana ko'pchilikga tushunarli bo'lish uchun Makka. Mana buni 3 kiloni 2 ga bo'ldik. Mana bu 2 ga bo'lganimizda, bu bizda Makka jo'xori bo'ldi, 1,5 kilo 10 kiloda 1,5 kilo so'yviy shirot bo'ldi. Undan keyin bizda mana 4 kiloyimiz bor. Bu 4 kiloyimiz bizda kepek bo'lyapti. Mana bu 3 kiloyimiz bizda ribniy muka bo'lyapti. Hozirgi kunda aytilayotgan ribniy muka, o'sha misokosniy muka bo'ladimi, piriniy muka bo'ladimi? Bu proteinni ko'tarish uchun. Uni mana ribniy deb yozib qo'yamiz, mana r qilib qo'yamiz. Bu ketaveradi. Ribniy muka bo'ladimi, misokosniy muka bo'ladimi, piriniy muka bo'ladimi, ketaveradi. Mana shundan bizda yemimizni hisob-kitobi chiqib keladi. O'shanda biz ulushlarini hisob-kitob chiqadigan bo'lsa, hammasiga qo'shib bizda foizi chiqib keladi. Misol uchun 3 kilo, 10 kilodan 3 kiloda misol uchun 65 proteinli ribniy muka bo'ladigan bo'lsa, 3 ga ko'paytirganimizda o'sha 20 protein chiqib kelyapti bizda umumiy massada. Kepek misol uchun 11-12 protein beradigan bo'lsa, 4 kilo tushgan hisobga 4 protein qo'shilyapti. 20 ga 4 qo'shsa 24 protein bo'lyapti. Buni qo'shmaganda. Endi bizda hozir 1,5% soya bo'lganini hisobiga 1,5% soyada 6 protein chiqib kelayotgan bo'lsa, bunga qo'shadigan bo'lsa, taxminan 30 protein bo'ladi. Makka bilan bug'doyiki taxminan 5-10 farq qiladi, o'rtasida 10 dan 12 gacha ko'pi bilan 12 bo'ladigan bo'lsa, bu avtomatski biz hozir 32-33 proteinli yem yaratib qo'ydik mana shu yerda. Bu yerda aldanadigan joyimiz bizani bitta ana bu ribniy mukada ketyapti. Agar mana shu ribniy mukada toza baliq uni ishlatadigan bo'lsa, biz
yemimiz juda ham zo'r yem bo'lib chiqadi. Agar mana shu yerda ribniy muka emas, boshqa narsa ishlatadigan bo'lsa, misol uchun periniy muka yoki kostniy muka ishlatadigan bo'lsa, avtomatik biza 20 proteinni yoki 50% yoki 60% musorga chiqsa 10 proteinga tushadi. O'shanda yemimiz 30 yoki 32, 33 protein bo'lib chiqqan bo'lsa ham hammasini yig'masa, mana bundagi kostniy muka yoki periniy mukani rasxodga chiqib ketganini hisobiga, hazm bo'lmaganini hisobiga, qisman so'rilganini hisobiga 20-22 proteinli yem yaratgan bo'lamiz. 20-22 li yem yaratdi degani bu 1,5 kilo yem yegandan keyin baliq 1 kilo ves olish kerak degani. Agar buni oddiy o'sha suvey uni bilan tayyorlaganda ham, agar buni biza chisti ribniy mukadan, baliq unidan, o'sha suvey tangasdan chiqqan emas, o'sha vobla, karas yoki misol uchun o'sha dengizdan ov qilingandan keyin brak baliqlar chiqqandan olingan ribniy mukadan tayyorlanadigan bo'lsak, u bizda brakka chiqmaydi, taxminan 30-32 proteinli yem yaratiladi. 30-32 li yem yaratiladigan bo'lsa, bizda bu yerda balig'imiz 1 kilo 100 gram yeb 1 kilo ves olish kerak bo'ladi. O'shaning uchun shu narsaga e'tibor beramiz. Endi mana bu 10 kiloda bizda bitta fishkasi bor. Buni hammasiga yig'masdan tushib ketganda, bu fishkasi bizda premix. Bunga qo'shiladigan premix. Ko'pchilik mana shu premixni yig'masini yig'ayotgan paytda shunaqa narsaga yanishib qo'yapti, shunaqa narsaga e'tibor beryapti. Premixni foizini kerakligidan kam berib qo'yilyapti. Lekin premixlar shunaqa narsaki, qo'shimcha qo'shiladigan faol narsalar bu yerda yetishmovchilik bo'ladi, kamchilik bo'lib qoladi yoki srok o'tib qoladi buni. Yorug'lik muddati tugab qoladi buni. Issiq sovuqqa chalinadi, qopga solingandan keyin biron bir xo'jalikka boradi, tushadi, o'shanda o'zini foizini yo'qotib qo'yadi. Shu o'zini foizini yo'qotmaslik uchun o'sha qimmatroq yemlarda bo'ladigan bo'lsa, biza mana shu 10 kiloga yoki biza 100 kiloni 1 tonnani hisobidan olinadi. Mana shu narsaga, mana shuni foizini ko'paytirishimiz kerak. O'zi bu aslida 5% dan kam bo'lishi kerak emas, lekin bugungi kunda biz buni ulushini ancha kamaytirib o'rganmiz. Misol uchun 10 kilolik yem bo'ladigan bo'lsa, mana shu 10 kilolik yemga premixni misol uchun iloji boricha 5% dan kam qo'shish kerak emas. Agar 5% premix qo'shiladigan bo'lsa, bunga avtomatik mana bu narsalarning hammasini bir-biriga bog'lanishi kuchayib ketib qoladi. Kuchayib ketganning hisobiga balig'imiz tezroq o'sib, tezroq katta bo'ladi. O'shaning uchun har bitta premixni o'sha 5% dan kam qo'shilish kerak emas deb aytamiz. 5% bo'lganda 100 kiloga 5 kilo bo'ladi. 1 tonnaga 50 kilo bo'ladi. Biz mana shu narsani qo'sha olmaganimiz hisobiga yemimizni bir-biriga bog'lay olmaymiz. Bu importni yaratilayotgan yemlarda premixni ulushi kattaligini hisobiga mana shunga ichiga qo'shilayotgan har xil kompot, apilka, mapilka nima bo'lsa yig'ib yuborilsa, u narsa so'rilib ketyapti. Yemni o'sha sveji kerakligini tayyorlab turib baliqqa ishlatiladigan bo'lsa, bu juda ham bir foydali narsa bo'ladi. Bu qiyin narsa emas. Endi oddiyroq yechimi kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchiligiga oddiyroq yechimiga to'xtaydigan bo'lsa, biz mana buni misol uchun birinchi shablon deb oladigan bo'lsa, mana buni misol uchun ikkinchisi deb olamiz. Tushunarli bo'lishi uchun ikkinchisida oddiy misol uchun kepe. Oddiy kepe. O'sha bozordan chiqadigan kepe, kompot qilinmagan, hech balo aralashtirilmagan toza kepe bo'ladigan bo'lsa, o'sha kepeni biz olib granulatorimizga olib kelib, kepeni foizini faollashishini ko'paytirish uchun, misol uchun 10 kilo kepega o'sha yarim kilo premix qo'shib, bugungi kunda misol uchun premixning narxi 50 ming so'm yoki 60 ming so'm bo'layotgan bo'lsa yoki 70 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, bu avtomatik 10 kilo yemda yarim kilo qo'shiladigan bo'lsa, 35 ming so'm pul qo'shilyapti. 3 ming so'm, 3,5 ming so'm taxminan ustiga minib ketyapti. Yoki misol uchun 50 ming so'mlik, 40 ming so'mlik premixlar olinadigan bo'lsa, 10 kiloda yarim kilo qo'shiladigan bo'lsa, yarim kilo premix kepeda qo'shish shart emas, 3 kilo qo'shsa ham bo'ladi uni. Chunki mana bu narsalar yo'qligini hisobiga 3 kilo qo'shiladigan bo'lsa, 3 dan 1 deb oladigan bo'lsa, misol uchun premixi kilosi 40 ming so'm yoki 50 ming so'm deb bo'lsa, 17 ming so'm, 1700 so'mdan har bir kilo yem ustiga minadi. Bugungi kunda misol uchun kepeni narxi 3 ming so'm bilan 4 ming so'm atrofida bo'lsa, misol uchun kompot qilingan kepe 3 ming, 3200 so'mgacha bo'lyapti. Original normalniy kepelar 3,5 mingdan 3800, 3900 gacha bo'lyapti zavodda. 3900 so'm bo'ladigan bo'lsa ham 40 ming so'mlik premix olinadigan bo'lsa, 300 grammi misol uchun o'sha yerda 17 ming so'm pul bo'layotgan bo'lsa, yoki 3 ga bo'lganimizda biza 4 12 1300 so'm qo'shilayotgan bo'lsa, 4 ming so'mga eng zo'r kepeni oladigan bo'lsa, kompot qilinmagan premix ichiga qo'shganimizdan keyin 5200 so'mga aylansa, granula qilib chiqarganimiz hisobiga taxminan 6000 so'mdan aylanadi.
Lekin agarda yemga 300 gram yoki 400 gram, yarim kilogacha premix qo'shib, chisti kepeni o'zidan tayyorlanadigan bo'lsa, baliq birinchidan yog'li bo'lmaydi. Ikkinchidan uncha-muncha kasallikka chalinmaydi. Uchinchidan juda ham tez o'sadi. Biza bugungi kunda o'zimizni pulimizni cho'nchagimizda olib qolgan bo'lardik. Sababi og'ir iqtisodiy holatda turibmiz. Hammanglarning xabaringlar bor. Kimdir kreditdan qarz bo'lib qolgan, bozor iqtisodiyoti mana balig'i narxi tashlavyapti. Kimmi balig'ini sebstoyimizda qimmatga tushib ketgan bo'lsa, balig'ini sotishga yoki biron bir narsa qilishga, pulini chiqarib olishga qiynalyapti. O'shaning uchun iloji boricha shunaqa ishlashga harakat qilinglar. Minimalniy rasxod qilib, maksimalniy foyda qilishga, o'shanda orqada qolib ketgan yillarimizdagi kamchiliklarni to'ldirishga, boshqa qilishga erishgan bo'lamiz. Mana hozir bunda 9 kilo 700 gram kepe. Bu premix. Premix'i o'sha broiler tovuqlarga, nisushka tovuqlarga olinadigan premixni olib bemalol qo'shaverasizlar. O'sha joylarga borsanglar, premixni yozib qo'ygan. Tovuqni, balonni, har xil narsani chizib qo'ygan. Baliqqa kamroq premix olinganligi uchun tovuqchilarning premixda baliq rasmi chizilmagan. Baliq rasmi bo'lish shart emas edi. Premix bo'lsa bo'ldi. Premix bu faol, bu narsalarning vitaminlarini hammasini maksimal darajaga olib chiqib beradi. O'shani hisobiga sizlarda yem tayyor bo'ladi. Mana shu 9 kilo 700 gram kepega 300 gram premix qo'shadigan bo'lsanglar, yemni zo'ri chiqadi. Kimni joyida, misol uchun, suv sho'r bo'lsa, misol uchun suv sho'rroq joylarda ishlaydiganlar bor, ularda sizlar misol uchun 10 kiloga taxminan yarim kilo bo'lmasam 10 kiloga o'sha 50 gram, 100 gram, 200 gram bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zini foizdan chiqib kelib 300 gram biza premix qo'shayotgan bo'lsa, 300 gram emasda yarim kilo tuz solsanglar, sizlarda anaqasi zo'r chiqadi. Suv sho'rligini hisobiga. Agar chuchu suv bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Chirchiq daryosidan kelayotgan yoki shahardagi bitta ham daryolardan olayotgan yoki Sirdaryoni sho'rlanmagan hali yaxshi hududlarda o'tirganlar bo'lsa, taxminan 300 gram tuz solishingiz kerak bo'ladi. Mana bunda ham xuddi shunaqa. 300 gram kim sho'r suvda baliq boqadigan bo'lsa, 200 gram ko'proq beradi обычныйdan, chunki 200 gram suvda tuz borligini hisobiga mana bundan 200 gramini minus qo'radigan bo'lsa, 100 gramga to'g'ri kelib qoladi, bemaza ovqat chiqadi. O'shaning uchun bu Xorazm, boshqa tomonlarda, Navoiy tomonlarda sho'rroq suv borayotganda balig'i shirin bo'ladi. Nimani hisobiga? O'sha suvni sho'rligini hisobiga, yaxshi almashganini hisobiga. Undan keyin bizda misol uchun kimdir o'sha baliq pishirayotgan paytda tuzini, namagini zo'r qilib keltiradigan bo'lsa, shirin baliq chiqarib beradi. Обычно misol uchun bir qoshiq tuz solayotgan bo'lsa, o'shani yaxshilab aralashtirib, 1,5 qoshiq tuz so'rganini hisobiga balig'i shirin chiqadi. Menimcha yemda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman men. O'zimni aqlim yetgancha, qo'limdan kelgancha o'zimiz qilib yurgan, chiqarib yurgan narsani tushuntirib berishga harakat qildik. O'zingizlarni qiynab, pullaringlarni bekordan bekorga havoga uchirib, kimlargadir pul to'lov qilib qo'yib, aldanib orqasidan yugurib yurib yoki kimgadir kelishgan taqdirda uni olgandan keyin tekshirishi, uni ochib imkoniyatini bilishi yoki yem olgan tashkilotlarga biron bir ayb qo'yishdan oldin o'zingizlar ham mana shuni foizini, hisob-kitobini, ichida nima borligini bilishni o'rganib olsanglar, ancha qulay bo'lgan bo'lardi. Endi bugungi chatimiz menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana shu joyda ajratgan joyimizda bitta zo'r sizlarga bitta fishkasini o'rgatib ketaman. Yemni olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, tekshirish kerak deganda. Mana misol uchun ikkitaga bo'lib qo'ydik bu yerda. Mana ham yem bo'ladigan bo'lsa, bu ham mana yem. Yemni biz qanaqa qilib tekshiramiz? Libo olinayotgan yemni misol uchun yarim litrli baklashka bor. Yarim litrli baklashkaga deb oladigan bo'lsa, mana buni mana shu yarim litrli baklashka bo'ladigan bo'lsa, yarim qilib 250 gram ichiga yemni solamiz. Qaysi yemdan ishlatmoqchi bo'lsa, ichiga to'ladan ozgina kamroq qilib suv solamiz. Suv solganimizdan keyin mana shu yerda misol uchun yem bo'ladi bizda. Mana shu yemimizda bu baklashkada 1 soatmi, yarim soatmi yoki 15 minut turganda ko'ramiz buni qanaqa eriyotganini. O'sha mahalliy ishlab chiqarilayotgan yemlar to'g'risida aytayman bu narsani. Solgandan keyin bu narsani yaxshilab aralashtiramiz. O'zini turgan joyida silindr holatda mana shunaqa qilib aralashtiradigan bo'lsa, buni mana shunaqa qilib baklashkani yaxshilab erib olgandan keyin aralashtirib qo'yib qo'yadigan bo'lsa, baklashkada buni cho'kindilarini ko'rsatadi. Agar buni suvda mana bu yerga chiqib ketib nimadir suzib yuradigan bo'lsa, tepasida bu degani musor degani o'sha apilka, mapilka, sholi kepe, shunaqa narsalar,
Keyin bugungi kunda yem ishlab chiqaruvchilar juda ham ko'p ishlatadigan narsa barda deydi. Keyin bardani oldin mollarga berilardi. Bugungi kunda u narsani apparatlarni qo'yib quritishyapti-da, kepek hisobida yem zavodlarga berishyapti. Ular yem ishlab chiqarib, baliqqami, boshqagami, parrandagami unga bunga yem tayyorlayapti. Da proteini nimasidir baland bo'lishi mumkin, lekin suvimizda suvni quyilib ketishini, leukositini suvni ko'tarilib ketib, suvda qanaqadir muammo keltirib chiqarishi ta'minlaydi. O'shaning uchun iloji boricha buni tekshirib ko'rib, yemlaringizda o'rganib olsanglar, juda ham bizga ham bir foydali bo'lgan bo'lardi. Mana shu baklashkaga solasizlar yemni. Shu baklashkanchiga yarim qilib, mana shu yerdan pasti yem bo'ladi. Suv quyib qo'yasizlar, yem erigandan keyin mana shunaqa qilib aralashtirasizlar. Aralashtirganingizdan keyin o'sha ribniy muka, kostniy mukalari tagiga cho'kadi, qancha foizi borligini ko'rsatadi. Buni o'rtarog'ida o'sha donlarini ko'rsatadi, dondan keyin kepakni ko'rsatadi, kepakdan keyin o'sha unli qo'shimcha cho'kindisini ko'rsatadi. Undan keyin qaymog'i, umumiy massa mana shu yerda misol uchun ozgina shishishi mumkin, kamayishi mumkin. Tepasida agar cho'kmaydigan narsalar suzib yurgan bo'lsa yoki yemni ivitgan paytingizda boshida tepasida suzib yurib, keyin suv shimgandan keyin sekin-sekin mana shu holatga tepa tomoniga cho'kib qoladigan bo'lsa, bu demak qo'shimcha narsalar o'sha har xil po'choq shunaqa narsalarni qo'shib, yemni foizi ko'tarilgan bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berasizlar. Sifatli yem bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun shu butilkani qo'yib qo'ygan bo'lsa, yana boyagidagi mana shu baklashka deb oladigan bo'lsa, biz mana shu baklashkaga yarim qilib yemni solib, mana mana shu kecha misol uchun suvni solib, buni yana shu yarim soatmi, 20 minutmi turgandan keyin yoki 15-20 minut turgandan keyin bu yaxshilab erib olgandan keyin buni ham yana bitta aralashtirgan paytingizda, mana buni ichidagi massa qarayotgan paytingizda rangi, ko'rinishi hammasi bir xil bo'lib turishi kerak boshdan oxirigacha. Agar mana shu joyda boshdan oxirigacha hammasi bir xil bo'lib turadigan bo'lsa, mana shu sifatli yem bo'ladi. Da ichida misol uchun ribniy muka, kostniy muka nimadir qo'shilgan bo'lsa yoki donlari bo'lsa, yirik tagiga cho'kib turgan bo'ladi mana bu. Lekin 10% yoki 15% joyi boshqacha bo'lib, qolgani bir xil bo'lib turadi. Mana bu yerda hammasi har xil bo'lib turadi. Tagida misol uchun cho'kindisi o'sha ribniy muka suvi uni turadi. Bu yerda misol uchun donli narsasi, mana bu yerda misol uchun o'sha kepagi bo'lsa, mana bu yerda unli mayda chistitsasi bo'lsa, mana bu yerda o'sha avtomatik musor suzib yuradi tepasida. Agar tepasida suzib yurgan musori mana shu qaymoqning ustiga cho'kib qoladigan bo'lsa, bu yem ham yaxshi yem hisoblanmaydi. Mana shu narsaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, Xudo xolasa yemdan adashmaysizlar. Baliqchilikda Xudo xolasa o'zimizni qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgancha tushuntirib berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Savol-javob qismiga o'tamiz.